Muso alayhissalomniki kabi boylik orttirmoqchi bo'lsangiz va tez inson g'oyibidan Allohdan uy so'ramoqchi bo'lsangiz, shu zikrni kuniga 40 ming marta takrorlang. Allohumma urzuqni manzilan toyiban va jalhu sakanan mubarakan li va li ahli. Ey Allohim, menga pok, go'zal bir uy nasib etgin va uni meni hamda oilam uchun barakali maskan qil. Oyatni Hazrati Muso alayhissalom boshpanasiz qolganlarda yordam va maskan so'rab etib yurganlar. Shundan keyin Alloh taolo u zotga uy, oila va rizq bergan. Shuning uchun bu duo uy, rizq, turmush va osoyishtalik uchun juda ham kuchli ta'sirga ega. Men ham uyimni shu duo zikr ila olganman. Kuniga 40 ming marta takror va takror etganman. Pastel sovotganimda, uy yig'ishtirayotganimda, kir yuvayotganimda, ovqat qilayotganimda tilimni zikr ila band qilganman. Hech kimni g'iybat qilmaganman, doim zikr ila band bo'lganman. Yo Robbi, Muso alayhissalomga berganlaring kabi boylik, rizq, barakat etgin, halol va barakali uy nasib etgin. Bu uyda seni zikr qiluvchi, shukr qiluvchi va ibodatlarda davomli bandalaring qatorida bo'ling deb so'raganman. Menga beradigan uying men uchun osoyishtalik, baraka manbai bo'lsin deb so'raganman.